Hozirda Nexia 1 uchun lifehack. Hammamiz bilamiz, Nexia 1chilar, Nexia 2chilarda haydaydiganlar o'zlari bilishadi. Mana bu pechka regulyatori ko'pchiligida o'ynab qoladi. Ya'ni o'ngga bursa chapga ketib qoladi yoki teskari chapga bursa o'ngga ketib qoladi. Ayniqsa yozgi vaqtda mana shu narsa pand berib qo'yadi. Hozirgi o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarim mana shu narsani oldini oladi hamda regulyatorni qattiq qilib zo'r qilib qo'yadi. Biz birinchi o'rinda regulyatorni joyidan chiqarib olishdan boshlaymiz. Buning uchun biz regulyatorni pastga bosishimiz kerak va pastga bosganimizdan keyin uni ikkala tarafini ham bir xil tarzda chiqarib olishimiz kerak. Va o'sha vaqtda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qattiq bosib olmaslik kerak, bo'lmasa u sinib qolish xavfi bor. Mana hozir konditsioner yoqildi boshida. Endi qaranglar. Mana buni qo'shgan vaqtimiz o'zini joyiga qaytib qolyapti. Mana bunisiga qaraymiz. Sal bo'lsa ham turadi mana. Mana xohlaganimcha o'zim xohlagan shaklga keltirib olaman bemalol. Xo'p, bunga qaraymiz endi. Juda yumshoq mana, juda yumshoq. Bunisi ko'pchilik biladi, mana bunday rezinkachalar tiqib olishadi ishiga. Lekin bu ham vaqtinchalik. Bunga ham vidiga ham xunuk. Vidan buzib qo'yadi. Mana endigi ishimiz bo'ladi. O'sha lifehackning asosiy qismi. Hammada bor bo'lgan pulni rezinkasini olamiz va o'sha deflektorimizni, regulyatorimizni ikki chekasida, ichki qismida plastmas o'sha birlashtirib turguchi bo'ladi. O'sha birlashtirib turguchiga biz har doim pulni qanday qilib o'sha pastga pulni qistirib oladigan bo'lsak, rezinkani pulga qanday qistiradigan bo'lsak, xuddi shunday qilib buni ham qistirib olamiz. Va shundan keyin mana bu lifehackimizning effekti bilinadi. Mana hozirda ko'rishingiz mumkin. Buni qilganimdan keyin mana ancha qotib, mana hattoki shiqillatsam ham mana o'z shaklini yo'qotib qo'ymayapti. Oldingi holidan anchagina yaxshi bo'ldi. Va endi buni hozirda o'z joyiga o'rnatishga qaytamiz. Va o'rnatayotgan vaqtimizda shuni qarashimiz kerakki, mana deflektorimizni o'sha ikki chekasida o'zini tushadigan joyi bor. Ya'ni o'sha o'zini o'qi bor. O'sha yerga yaxshilab, shoshilmasdan kiritib olishimiz kerak. Hamda o'sha joylarni ko'rib kiritganimizdan keyin xuddi qanday sug'urib olgan bo'lsak, shunday yana joyiga mana qotirib qo'yamiz. Mana bo'ldi, endi o'rnashdi. Mana hozirgi effekti ancha oldingidan yaxshi, mana anchagina qattiq hamda o'z shaklini yo'qotib qo'ymayapti. Video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni, kommentariy yozishni esdan chiqarmaymiz. Hamda agarda sizlarda shunaqa tanishinglar bo'lsa, kimdadir Nexia 1, Nexia 2si bor, mana shu narsani qiynalayotgan tanishlari bo'lsa, o'shalarga jo'natib qo'yamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.